Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda Vibrakatog apparatimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, apparatimizda qisqacha ma'lumotlari bilan narx-navolarini sizlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Hamda ishlash jarayonlarini video oxirida ko'rishlaring mumkin. Klassik brendidan Vibrakatogimiz ikkita barabarli variantlarda bo'ladi. 2 tonna vibratsiya berib, trambovka qiladi. O'zini soft beslari 600 kg vesga ega bo'ladi. Suvli variantlarda xohlasalaring suvlaringni ulab qo'ysalaring, bu tomondan tushib turadi, changitmasdan vibratsiya berib trambovka qiladi. O'zini suv bachoylari, o'zini dizelli bachoylari bo'ladi. Dizelga ishlaydi apparatimiz. Skoroslariga keladigan bo'lsak, oldi orqa quyon toshbaqa tezliklari mavjud. Apparatimiz statorli, akkumulyatorli variantlarda, akkumulyatorlari ham katta damazli akkumulyatorlaridan qo'yib qo'yilgan. Kalitga zavat bo'ladi, yarimta kalitga bemalol zavat qilib ishlataverasizlar, hamda tortib o'tatsalaring ham bo'laveradi. Apparatimizning narxiga keladigan bo'lsak, video tagida nomerlar mavjud. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. Oldi faralari, arqa faralari mavjud bo'ladi. Kechqurun, shomda ishlaydigan akalarimiz uchun juda ham yaxshi. Bemalol yoqib olib ishlatsalaring bo'laveradi. Rasxodlari soatiga 801 litrgacha chiqishi mumkin. Nagruzkaga tushadigan bo'lsa, apparatimizda arzon narxlarda kanalimiz obunachilari uchun qilib beraveramiz. Kichikroqdan so'ragan akalarimiz uchun kichikroqdan olib kelib qo'yganmiz. Barabansiz variantda bo'ladi. Vibratsiya berib trambovka qiladi bu ham. Mini vibratsiya trambovka apparatimiz 1,5 tonna vibratsiya kuchi mavjud bo'ladi. Bu ham suvli, faqat benzinli variantlarda bo'ladi, hamda tagi tovoqli variantlarda. Bu ham klassik brendidan. Garantiyalari mavjud bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan bo'ladi. Apparatimizning ishlash jarayonlarini bemalol ko'rishlaring mumkin.